muhokama davomida takliflar kelib chiqmadi. Masala yuzasidan javob berish uchun so'z tuman hokimining ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi Azimboyev Dilshod To'rqiyevichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Barchamiz bilamizki, shu hududlarda, ya'ni mahallalarda noxusus ko'chalar borligi 2025 yil avgust dekabr oylarida tuman kadastr tomonidan butun 53 mahallada qatnovlar o'tkazildi. Ya'ni ko'cha, tor ko'cha, ber ko'chalari bo'yicha qatnov yakuniga ko'ra tumanimiz bo'yicha jami 2293 ta nomsiz ko'chalar deb aniqlandi. Bu qaysiligi nomsiz degani misol uchun bitta Gulzor ko'chasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha yondagi tor ko'cha, ber ko'chalar ham ketma-ket nomsiz qilib berilgan. Shundan keyin bitta kadastr bo'limida butun mahalla fuqaro yig'in raislarini grafik asosida chaqirib, ularni birma-bir ko'chalar nomlari, chegaralari bo'yicha ko'rib chiqildi. Shuni aniqlangan bo'yicha 1816 ta nomsiz ko'chalar aniqlandi. Ularga nom qo'yib chiqdik. Shundan keyin tuman hokimining nomidan 2026-3-yilda viloyat yerlik obyektlarini nomlash va nomlash komissiyasiga xat bilan bayonnoma yo'llanmada ko'chalar nomlari bilan takliflarimizni berdik. Viloyat komissiyasi, respublika komissiyasi, ya'ni urbanizatsiya va uy-joylar bozorini barqaror rivojlantirish milliy qo'mitasi huzuridagi kadastr agentligiga takliflar berildi. Ular tomonidan ko'rib chiqilib 2026-9-yilda 79 Bo'ston soyli bayonnoma 1816 ta ko'chalarning nomlarini shu davlat yerlar nomlari bo'yicha davlat tilidagi qonunga muvofiqligi to'g'risida asoslangan xulosalar qoldik. Shu xulosa asosida hozir deputatlar bilan doimiy komissiyasidan ko'rib chiqib, buni 15 kun davomida shu yig'ilishga qo'yib, yig'ilishdan hokimidan yakunlandi. Shu nomlarga yangi nomlar shu kunga qadar o'zi tuman bo'yicha 477 ta jami ko'chalarimiz davlat reyestri bazasiga kiritildi. Hozir yana qo'shimcha 1816 ta bilan tuman bo'yicha jami 2293 ta ko'cha nomlari takliflari. Buni 1816 tani davlat reyestriga kiritish uchun shu sessiyaga muhokama qo'yildi. Agar mana bitta narsa a'zoga ruxsat bersin. Mana 1816 tasini o'tkazyapsiz, to'g'rimi? Qolgani qani? 1816 tadan ko'p ko'chalar. Qolgani nomi bormi? 477 tasi shu kungacha davlat nomi bor. Ertaga bu story bor, boshqa bor, bajarli bor, bular o'sha ro'yxat bo'yicha keyin mana yo'lchilar adreskalari bor. Ko'chaning nomi o'zgarib ketyapti. Hozir buni pasport bo'limiga ham berasizlar. pasport bo'limiga beriladi, kadastrga beriladi. Faqat pasport bo'limiga hozir pasport almashtirish vaqti kelgan paytda sessiya qaroriga qonun bo'yicha nomini pulsiz o'zgartirish mumkinligi to'g'risida. Bepul almashtiriladi. Bepul almashtirish. Kadastrda ham pasport Munosabat bildirish uchun so'z xalq deputatlar tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi To'ychi Naimjon Yusupovga. Marhamat.
Rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Kun tartibidagi masala bo'lsa, qaror loyihasidagi tarqatilgan, agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlash bo'yicha ovoz berishingizni so'rayman. Marhamat. Rozilar. Qarshilar. Yo'q, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilinadi. Kun tartibidagi 6-chi Parkent tumanida qishloq xo'jaligi mo'ljallangan sug'urlangan yerlar hamda yer fondining boshqa toifalar tarkibidagi maydonlarni xatlovdan o'tkazish natijalari to'g'risidagi masalani ko'rishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 18-sentyabrdagi qishloq xo'jaligi mo'ljallangan yerlardan foydalanish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimini yana takomillashtirish to'g'risidagi 594 qarorida ushbu masala deputatlar tuman kengashlariga kiritilishi belgilangan. Shundan kelib chiqib, xalq deputatlari tuman kengashining agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining 2026-yil 17-avgustdagi yig'ilishida ushbu masala atroflicha muhokama qilindi. Masala yuzasidan hisobot berish uchun so'z Rahimboyev Abdulaziz Qurbanov. Aslida bitta o'ta qoling shu qaysi nazarasi bor? Bittachi hozir har bir hududda namuna bo'ladi. Ha, namuna. Bitta vazirlar mahkamasida 500 Va atrofi nima bo'ladi? Qayerda bu? Chotqol. Ha, Bitta doim yashaydi, faqat o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlari o'sha ishchilar foydalanadi. Mana bu o'zi darslikda yilqish xo'jaligi. Qayerda? Oxir fermer xo'jaligi Gulistonda. Ulardan Achchiq. Kimniki tuproq mudofaatsiga zarar topadi. Ha? Tuproq mudofaatsiga zarar topadi. Bo'ladi. Bu yana bir uchastkada shahar. Hali shikmat o'ziga narsa. Yana. O'tkazingizmi? Mana bu bitta obyekt. O'sha bahorda shunaqa ko'p. Har bir kichkina katarasi. Nimaga 3-4 ta joy qilyapti? Ona o'sha Arasi uzoqmi? araz masofasi Bitta o'lchasi narsa. Molboqniymi, molboqniymi? Hop, yaxshi. Bo'yicha kim u? O'ston Mirza G'allasi bilan qo'shni. O'lchasi bilan bermadi. Tolvaga o'tdimi yo'qmi? O'ston G'allasi. O'tdimi? Berildi, qonunga qilib berildi. Molboqyapti. Bu kimniki? Qayerda bu? Yo'lda qo'yamasiz? Yo'l bo'lmagan. Yana, namdan ayt. Yana. Qo'yib qo'ymaganmi yo'q? Yana. Oching tez. Bunisi qayerda? Boyagi davom. Ha, yana shu. Bu to'g'riga chiqadi. Buni davomimi yo'q bu alohida? Bitta narsa qolganlarni bitta fermerda 3-4talar belgilagan ekanda, 3-4 2 hop, suvni anamani berdinglar, suvlar. Suvni yerdan o'zgartirish masalasi ham qilish zarur bo'lgan yerlar maydonlar 6-5 yerlar bor. Bular yerda faqat buni olgan faqat qishloq xo'jaligi yer solig'i qishloq xo'jaligi maqsad qiladi. Hop, bitta narsa, hozir mana taklif beryapti-da bular. Mana bu ijara muddatiga vaqtinchalik kadastr qilinmaydigan mulk bo'lib, hozir bizda o'zi baribir kadastrsiz yo'q, ijara muddati tugagandan keyin buzib olib ketaveradimi? To'g'ri. Endi misol uchun hozir bular o'zlarini
ta'mirlab chiroyli qilib qo'yishga imkoniyati bor. Lekin qo'lida asosiy bo'lgan ular kim o'zgarishni qilmagan hammasi. O'sha bir paytlarda to'g'ri qilishni to'g'ri paytda qilgan. Hozir bitta narsani ba'zi qishloq xo'jaligi analizini qilish kerak. Hozir topshiriq shunaqa qo'yaptiki, mana dalada yurgan fermer dehqon bitta uycha qursin o'ziga, yengil bitta qilib uycha qursin, alis-alis bitta molxona qursin kichikroq. Va sotiga 3 tadan mol ushlashni aytyapti degan topshiriq. Bu g'aniyev har kuni